kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Abdulloh nomi bilan tanilgan bloger Yuragi Valeriy qamoqqa olindi. Bu haqda Ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Bobur To'laganov ma'lum qildi. Bildirilishicha, ijtimoiy tarmoqlarda Abdulloh nomi bilan tanilgan Toshkent viloyatida yashovchi 26 yoshli shaxs 2024-yilning oktyabr-noyabr oylarida Koreya Respublikasida bo'lib turgan vaqtda o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi ommaviy sahifalari orqali millatlararo nizo keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan milliy qadriyatni tahqirlovchi hamda diniy e'tiqodga ko'ra fuqarolarni kamsituvchi so'zlar bilan O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga nisbatan qator haqoratli chiqishlar qilib yurgan. Olingan ma'lumotlarga asosan ushbu shaxs joriy yilning 24-mart kuni Abu Dabi Samarqand reysi orqali O'zbekiston Respublikasi hududiga keltirilib, huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan protsessual tartibda ushlangan. Unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Men Yuragi Valeriy ijtimoiy tarmoqlarda xalqimizni haqorat qilganman. Men hammasini aktiv uchun qilganman. Tanilishim uchun qilgandim, lekin bu narsaning hammasini tushunib yetib juda qattiq pushaymonman. Hammadan chin qalbimdan kechirim so'rayman, juda qattiq pushaymonman. Iltimos meni kechiringlar, deydi u. Qayd etilishicha, mazkur holat yuzasidan Yuragi Valeriy nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Surxondaryo viloyatida erta nikohni targ'ib qilgan blogerga BXMning 4 barobar miqdorda jarima jazosi tayinlangan edi.